Kefirga mineralka qo'shing va bir oydan keyin sizni tanimay qolishadi. Ungacha yurakchani qizartirib bizga obuna bo'ling. Agarda siz bir oy ichida anchagina vazn tashab, harakatlaringizni ancha yengillatib, oshqozoningizni yaxshi ishlashini xohlasangiz, ushbu retsept siz uchun. Yarimtagina limonni olib siqib, yaxshilab suvini chiqaramiz. Retseptimiz uchun yarim choy qoshiq limon suvi yetarli. Keyin esa stakanimizga 2 osh qoshiq kefirdan qo'shamiz. Naglas 2 qoshiq quydik. Bu 100% ishlaydigan retsept. Siz xo'p deng. Keyin esa unga odatiy mineralka qo'shsangiz bo'ladi. Bu ichimlikni mana shunaqangi stakanlarda tayyorlasangiz bo'ladi. Stakan sig'imi o'rtacha 200 ml. Mana shu ko'rib turgan ichimligingiz organizmingiz uchun uyg'onishiga juda ham katta yordam beradi. Atiga bir oy ichida natijasini ko'rib, hayratdan yoqa ushlashingiz tabiiy. Harakatlaringiz yengillashadi va quvvatingiz oshadi. Ushbu tayyorlangan ichimlikni har kuni yotishdan 2 soat oldin ichishga odatlaning. Tanangizdagi ijobiy o'zgarishlarni ko'rib, hayratdan yoqa ushlaysiz. O'zim doim shu sharbatdan ichib yuraman va sizlarga ham maslahat beraman. Videoni esa o'zaman deb qiynalib yurgan tanishlaringizga yuborib qo'ying.